Xo'p, azizlarim, endi mana shu yerga qancha kelgan inson bo'lsa, bu yerga sizlar shifo topgani keldilaring. Havasga yoki o'ynagani kelmayapsizlar. To'g'risida mana umid qilib, umid ko'zi bilan o'tiribsizlar. Men maqsadim shu yerga keldilaringmi? Bo'ldi, ixlosli qilinglar. Bering, mana Allohning yaratgan ne'matlarini olinglar, iste'molni qilinglar. Aytyapman qancha nech kundan beri. Men Tibetni ko'chirib keldim bu yerga. Tibetni ko'chirib kelganman sizlarga. Mana shu yerga, to'g'risida mana 70% mahsulotlarimiz Tibetdan keladi. Qolganlari Turkiya, Erondan, attan-battan kelyapti. Men sizlarga o't o'lan bermayapman. Tabiiy mahsulotlar beryapman. Keyin ixlosi bor odamga oddiy bir qoplam suv bersang ham shifo degan. Ixlosi yo'q odamga borku millionli dori ber, ta'sir ham qilmaydi degan. Nimaga? Bu ixlos qildingizmi bo'ldi. Men kecha ham gapiryapman. Alloh bilan sirlashib kelyapsiz. Ixlos qilgan inson Alloh bilan sirlashdi degani. U siringizni o'sha na shayton biladi, na nomai alomingizni yozadigan farishtangiz biladi. Oldingizda turadigan. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun faqat siz Alloh bilan sirlashib kelingki, shu yerga ichingizdagini Alloh bilsin, siz biling. Ana shundagina siz shifo topasiz. Ikkilandingizmi? Shifo toparmikinman, ta'sir qilarmikin? Mana shu gaplarga gapirdingizmi? Gram ham ta'sir qilmaydi. 100% javob beraman. Bunaqa narsa mana 8 oy insonlar bilan muloqotda bo'lib, shu kungacha mana gaplashib, chiroyli qilib tushunchalar berib, bir-birimiz bilan mana nima qilayotgan bo'lsak, 70% inson ixlos qilgan bo'lsa, 30% da umuman ta'sir ham qilgani yo'q. Keyin men mana shu yerda mana Allohni har doim zikr qilamanki, duo qilamanki, so'raymanki, Allohim, shu bandang meni oldimga niyat qilib kelgan deb so'rayman. Qanaqa niyatda kelgan bo'lsangiz, farqi yo'q, o'sha ketaveradi. Aytib qo'ying. Niyatingiz agarda zo'r bo'lib kelgan bo'lsa, shifo topaman deb ixlos qilib kelgan bo'lsangiz, bo'ldi, o'sha niyatga yetaverasiz. Kecha mana soat bilmam 12:30mi, 12 bo'lsa kerak, 11 bilan 10 atrofida edi. Bilganlar bor, kuzatdilaring buni. Telegram gruppamizga bitta yosh katta otaxon yozyapti-da, meni qizim bilan kuyovim sanga borgan deydi. Grija birinchi farzandlikka deydi. Undan keyin grijaga deyapti. Sanda deydi 3 oy davolandi, shifo topmadi. Nimaga shifo topmaydi? Shuncha inson shifo topyapti. Nimadirki borki, o'sha xatosi borki, shifo topmagandirda. O'sha chiqyapti topshirsa. Topshirsin, olib kelsin o'zimga dedim. U desam, u deydi, bu desam, bu deydi. Yosh katta onaxonlarni ham so'kib tashladi, yosh katta onaxonlar ham buni talab qo'ydi. Demoqchimanki, shifo topayotgan insonlar o'zi biladi-da mana. Kelibsa mana yaxshi bolalarimiz ham bor ekan, orada mana erkak kishilar ham chiqib turib otaxonga gapiradigan gapirdi. Mana men ham chiyapman, o'zimni yaxshi his qilyapman. Demoqchimanki, avvalo inson shifo topish uchun Xudodan ham bir istig'forat so'rash kerak. O gunohiga tavba qilish kerak-da. Iymoni butun bo'lish kerak. Shifoni men bermayman. Menga bu gapni umuman qilmanglar. Shifoni Alloh beradi. Men faqat sababchisiman. To'g'risi, meni mahsulotim qiladigan ishini qiladi. Meni mahsulotim mana shu bergan Allohning yaratgan ne'matlari mana hammaga ta'sir qilyaptimi? Qiladi. Keyin ta'sir qilmaydiganlar kimga? Asosan mana ichiga ishlamaydigan insonlar bor mana. Ichi qotadigan insonlar. Ich qotgan insonga gram ham ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ichim qotyapti desalaring, o'sha ichida mikrofloriyalarini tiklaydigan chiroyli mahsulotlar beraman sizlarga. Ana shundagina o'sha ichilaringda so'rilib, Xudoda sizga yaxshi bo'ladi. Keyin mana juda ko'p tushuntiryapman. Qaynagan suvga emas, qaynagan suvga qilib damlab ichmaylar men narsalarimni. Qaynab, qovuri tushgan suvga shoshilmaylar. 5-6 soat o'sha 2 donani simala beryapmanmi? O'shani kechqurun mana ittalab ichadigan kechqurun ivitib qo'yinglar. Qovurib bosilgan suvga. Bo'ldi, ana undan keyin bemalol cho'rasiz. Mana oddiy terizga qaynoq suv to'kilsinchi kuyadimi? Ha, uni ham kuydirib odamlar ichyapti-da. Shoshilib 5 minutda tayyor qilib, boshqa qilib. Ha, unaqada gram ham ta'sir qilmaydi. Buni surishtiradigan bo'lsangiz, o'zidan bo'lib chiqadi. Nimaga shuncha odamga mana ta'sir qilayotgan narsa unga ta'sir qilmaydi, uni kelin bilan qiziga? Yo kelganmi, kelmaganmi, uni Xudo biladi. To'g'risi. Keyin mana juda ko'p gruppada mana yozishyapti, boshqa qilyapti. Menda mana bunaqa og'riq, bunaqa og'riq. Og'riq bo'ladi azizlarim. Men 100 marta aytayapman. Meni oldimga 7 o'lchab bir kesib kelinglar. Chayonlar chaqadi. Chayondaqa chaqib og'ritib davolaydi. Shunaqa holatiga agarda chidasalaring, marhamat kelib, bemalol kirib, men tayyorman jangga deylarda, mana kirib bemalol olib iste'molini qilinglar. Iliq edi. Mana poliartritlardagi kamida bir 3 oy og'riydi. Nimaga? Chunki ularda suvi o'zi ichkariga kirib qiyshayib bo'lgan.
ularni to'g'rilayotgan holatlarda shu holatlar bo'ladi. To'g'risida mana grijasi borlarda ham, grijasida ham o'sha 1 oymi, ba'zi birlarda 1,5 oymi pazvonishlar to'lib ketgan bo'lsa, shunaqa holat bo'ladi. Isitma chiqish holatlari ham bo'lishi mumkin. Shunaqa paytda ana isitma tushiruvchi birorta dorilaring bo'lsa, o'shani ichib olinglar deyapman. Sahrlarga aytyapman, sahri borlar, qovun, tarvuz, meva-chevalar yemay turinglar. Bizning mahsulot, mana qora bo'rimiz qondagi shakarni yuvib chiqarayotganda, shu holatda ichiga fruktoza kirgizmay turadigan bo'lsa, dabavka qilib. Bo'ldi, yutib chiqaramiz. Mana shunaqangi ixlos bilan kelyapti, 20 kunda sahrni ham zo'r qilib tushirib qo'yapti. Muhammadga kelyapti, men sahrim bir xil kelyapti, tushmayapti. Ha, nima tushmayapti? Surishtirsam, qovun yeb olgan, nafsini gapiga kirib olib. To'g'risi, uzum yeb olgan, shoftoli yeb olganman bu yerda. Yo'qmasam ichi qotadi. Orada choy ichib qo'yapti, mehmonga borib, gapga borib, o'tda yeb kelyapti. Ha, endi insonzot bitta narsadan shifo topmoqchi bo'lsa, nimagadir erishmoqchi bo'lsa, bir narsadan ketish kerak. Har bir narsani o'ziga yarasha mashaqqati bor, azizlarim. O toqqa chiqsangiz ham, mana shuna qilib sekin-sekin tepaliqqa chiqasiz, hansirab, po'killab. Ha, bu narsaga yetish uchun ancha mashaqqat kerak-da, aka, azizlarim. Aytadi-ku, jon qiynalmasa, jonona qayladigan. O'sha jon qiynaladi, Xudoning izni bilan shifoni topa olasiz. Men masalan kuyinib gapiryapman sizlarga. Men mayta pullaringni behudaga tashlab ketmaylar demoqchiman. Keyin ko'pchilik mana kelyapti-da, ishonqiramasdan 10 kunlik berib turing, 5 kunlik berib turing, 15 kunlik berib turing deb olyapti. Azizlarim, men leching ham 10 kun, 15 kunda gramman ta'sir qilmaydi. O 15 kunlik oladigan bo'lsangiz, 15 kunlikda sizni shunaqangi pik holatga chiqargan payt bo'ladi, jang qilayotgan paytda. Ana paytda nima qilasiz davom ettiradigan nasib bo'lsa? Даже kelolmaysiz o'sha joningiz og'rib turgan paytda mashqqa olgani. Olganga yarasha o'sha to'liq 1 oylikda olinglar, 1 oylikda bitta effektni his qilib kelinglar men oldimga. Minusga yurmaysiz, plusga yurasiz Xudoning izni bilan. Juda ko'pchilikka aytyapman. To'liq olinglar, to'liq olishga harakat qilinglar. Ba'zi birlar mana 15 kunlikni olib ketirib 2 oy ichyapti o'sha 15 kunlikni. Detskiy doza qilib. Yozib berganim bo'yicha ichgan yo'q-da, to'g'risi. Ko'ryapman shuna holatlarni mana. Men cheslani qo'yib qo'yaman, har bittani yozgan retseptimga o'sha cheslani qo'yib qo'yaman. Bu retseptimni keyin mana Telegram gruppaga tashamanglar. Sababi bu retseptlarni tuzgunimcha onasining og'zimga kiyensam bo'ladi. Bu har bittasini bir-biriga plus minusini ishlab chiqaman. Ano menga o'xshagan bor ali bir ikkita chala tabiblar. Ular pelab turadi-da, mana shunaqa narsalarda o'g'illash bo'yicha. Shuning uchun bu retseptimni tashlalaring, menga xiyonat qildilaring hisob bo'ladi. O'shaning uchun meni retseptimni hech qachon tashamanglar. Keyin meni narsalarimni ham tashamanglar. Agarda tashladingiz bo'ldi, bitta narsa inson o'shanda shifo topgan bo'lsa bo'ldi, o'sha narsa meniki zapret. Kelmayapti. O'tkazilmaydi unaqa. Shuning uchun iloji boricha mana shu mahsulotlarni olib ketyapsizmi? Bo'ldi, shifoni topyapsizmi? Ishni qilaveringlar. Men nimaga mana ertalabda har kuni shu gapni gapirmoqchiman? Sababi telefonda gaplasha olmayman. Vaqt yo'q. Shuncha odam bilan muloqotda bo'laman. To'g'risi, 1 minutdan men uchun to'g'risi qimmatli vaqt. Bitta gaplashib qoldimmi? Mana bittasi telefon qilib qolsa, bitta odamni bemorni ko'rayotgan bo'lsam yoki meni onaxonni yozayotgan narsam kelibsa esimdan chiqib qoladi. Unga qo'ygan tashxisimiz esdan chiqib qoladi. Shuning uchun chalg'ib qolish maqsadida telefonni shunday o'chirib qo'yamanda, ana mana shu yerda gapirib olay, nima bo'lishlarini tushunchani berib qo'yay. To'xta, tabib mana bundaqa gapni gapirgan edi deb turib, o'zingizga bo'lgan mana ishonch bo'ladi. Shunda bemalol qo'rqmasdan iste'mol qilaverasiz. Endi o'sha og'riqlar bo'ladi deyapman, ko'pchilik og'riqdan qo'rqyapti. Qo'rqmanglar. 8 oy ichida birovni o'ldirib qo'ygan yo'q. Mana Xudoga shukr, har kuni mana shifo topgan odamlarni qo'yapmiz. Har kuni mashaqqatda kechmaydi o'yin. Mana gapirib beryapti. Mana kecha ham insult olgani qaranglar, yurolmagan, turolmagan bir joyda tili ham chiqyapti. Gapini tushunadigan bo'lib qoldi. Bizda shunaqa mo'jizaviy narsalar bor. Yoshlik elixiri desalaring bo'ladi. Tabiiy 100%, hech qanaqa antibiotik emas. Kecha men bitta gruppaga bitta qiz yozyapti. Tabiiy antibiotiklarga meni allergiyam bor. Ha, bu antibiotik emas-ku? Astagfirulloh. Endi bir xilgilarda mana qichima toshmalar toshyapti ekan chekkanda. Men shuni ma'lum qilamanki, bilib olinglar. Qichima toshmalarni kelib chiqishi nimadan deb o'ylaysizlar? Azizlarim, qichima toshmalar mana shu oshqozon, ichak, jigar, o't o'zini vazifani yaxshi bajarmayaptimi? Bo'ldi. Mana shu ichakdan chiqib ketmayapti o'sha narsalaringiz sizni. Teridan chiqarishga harakat qiladi organizm. Shuning uchun psoriazlar, allergiya, mana bunaqangi toshmalar, tarvoqlar deymizmi, boshqa deymizmi, shunaqalar to'lib ketyapti. Avval mana bu yerda tozalash kerak qozonni. Ana shundagina siz shifo topasiz.
O'sha narsa mana terida sizga qatlam bo'lib yotgan, siz nimadir buni uxlatib yegansiz. Bizni mahsulotda iste'mol qilganingizdan keyin o'shani endi tag-tugi bilan, tomiri bilan, ildizi bilan yo'qotishga harakat qiladi. Shuning uchun mana shunga kelgan inson borki, Xudodan sizdan shifo topib, yaxshi bo'lib kelyapti. Hali birortasini eshitmadim, yomon bo'ldim degan. Lekin yomon bo'ldim, menga uncha shifo topmaganini ham chiqar deyapti kechaligi chol. Ertaman shifo topmaganda o'zi kelsa ekan, chiqaraman. Sababini ko'rsatib chiqaraman. Baqa keling, masalan, u kelsin o'shanaqa odamlar mana menga ta'sir qilmadi deganlar kelsin oldimga. Pajalista, kelsin, bergan narsani. O'zi bilan chiroyli qilib savol-javob qilaman. O'shani olaman videoga. Gap yo'q, o'shanaqasini ham chiqaraman. Ana xato kimda ketganini kelyapsa xalqqa isbotlab beraman. Menda shaffoflik bor azizlarim. Men har bitta narsani kerak bo'lsa o'tirib turib, yeb ichganim ham kerak bo'lsa ko'rsatib beraman odamlarga. Nima qilayotganimni ham. Mana ko'rib turibsizlar, to'g'rimi? Mana priyemoylarni yoqib olib, ponni mana. Qanaqa qilib dam olyapman, nima qilyapman? Mayda bemor bilan qanaqa suhbat qilyapman, hammasi mana yozuvda turadi. Shunday bitta ommadan yashiradigan sirim yo'q meni. Ishim yuzasidan. To'g'risida mana. Birovni bir aldash, bir maytga kelib ularni qashqatib pulni olish niyatim yo'q. Shuni bilib olinglar. Menga pul kerak bo'lganda, gapni ochig'ida bitta narsani chiqoltirib reklama qilib, menda mana bu narsa bor, kelinglar, mana unda qilib tashlaydi, bunaqa qilib tashlaydi, davolab tashlaydirdim. Mana internet tarmoqlarini ko'rib turibsizlar, internet tarmoqlarida faqat nima qilyapti? Mana mahsulotni reklama qiladi, natija yo'q. Mahsulotni reklama qiladi, natija yo'q. To'g'risi. Unga qiziqib olasiz, haligi balandparvoz gaplariga ishonib. Men hech qachon mahsulotimni gapirib reklama qilib chiqmayman. Nabarot, men natijasi bilan gapirtirib chiqyapman. Tushuninglar. Menga natija muhim. Natija muhim. Mana shuni maqsad qilganmanki, birinchi o'ringa men ustozim aytadi. Sen agarda pulni sevadigan bo'lsang, pulni o'ylab ish qiladigan bo'lsang, shuni bilib qo'yingki, hech qachon ko'tarilmaysan. Bitta marraga, bitta cho'qqiga chiqa olmaysan. Sen pulni oxirgi o'ringa qo'yib qo'y. Birinchi o'rinda natijani qo'yib qo'ygan. Ana ikkinchi o'rinda o'sha insonning qadr qiymati. Azizlarim, menga shu kerak. U pul boshqasi hammadan qoladigan narsa. 5 kunlik dunyoda yashayapmiz. To'g'risida bir-birimizdan faqat yaxshilik qolish kerak. Imashga kelganlar ham bir kunlik bo'lmaydi. Keldingiz, mana chiroyli bo'lib, men bilan muomalani qildingiz. Siz bilan kim bo'lib qolaylik? Aka-ukadek, ona boladek bo'lib qolaylik. Opa-ukadek bo'lib qolaylik. To'g'risi, shunaqa ham bo'lyapmiz mana shu insonlar bilan. Meni birovga mana shuncha zarracha ham kerak bo'lsa husumatim yo'q. Ishim ham yo'q. Kim nima qilyapti? Kim kimni davolaydi? Kim qaysi tabib zo'r bo'lib ketgan? U bilan ishim yo'q. Mana 8 oy ichida mana hozir yulduz bo'lib porlayapmiz. Zuhro yulduz bo'lib deydi-ku. Endi quyosh bo'lib porlashimizga kim? Mana shu sizlar xalq. Mana shu sizlarda. Sizlar shifo topib keladigan bo'lsalaring, men ko'tarilaman, azizlarim. Agarda shifo topadigan bo'lsalaring, mana shu dargohimni kim bosib keladi? Hech kim bosib kelmaydi. Endi biz telefon tutmaganmiz. Men masalan telefon tutib o'tirmaganman. Yoki bo'lmasam o diskoteka yurmaganman. ChatGPT tutmaganman. Men faqat shu kitobga, ilmga asoslanib shularni o'qib, o'sha ilmga ega bo'lganman. Endi bu azlarni xafa bo'lish yo'q. 40 yoshda odamlar pensiyaga chiqibdan bir xilgali vayni bo'lib ishlaydiganlar. Lekin biz 40 yoshimizgacha ustozning qo'lida yurganmiz. Ta'lim olib, Toshkentda 21 yil o'sha yerda nonini yeb yurganman men. O'sha yerda yashaganman. Ana Oqtepani bilsa kerak hamma, Shayxontohurda, Toshkentliklar. O'sha Qatortolda meni tabobat do'konlarim bo'lardi. O'shga ham ishlardim, ham o'sha ustozimniki o'sha Chilonzorda, Chilonzor nalogda oldida, o'shga borib, o'sha Chilonzorda metroda yonida bilsa ham bozor bor, o'sha aqqa tomonida ularda tabobat assotsiatsiyasining o'sha raisi Ro'zi Muhammad aka Haqnazarov. Mana shu insonning otalari ham bor. Shularning qo'lida ta'limlarni olganman men. Abedgacha o'sha ishni qilsam, abeddan keyin oldiga borib o'tirib olardim. O'tirib, o'shda har bitta kelgan bemorlar bilan suhbatini eshitib, yo'qmasam kitobni bersa bitta alohida xonasida o'qib o'tirardim. Mashlar dars berib. To'g'risi, ilm olgan akamiz o'sha ilmimizni mana yaxshilikka sarflayapmiz. Ko'p narsani mana ko'ryapsizlar, olib kelib, o'zim kerak bo'lsa mana tarkibini bir-biriga biriktirib, sizlarga tuhfa etyapman. Mana o'sha qora bo'rimiz ham odamlarni hattoki o'sha qonidagi shakarni ham yuvib yuboryapti. Oddiy o'zingizda mana shakaringiz bo'lsa, mana sahr bo'lmasangiz, o'shani ham yuvib chiqarib yuboryapti. Hali mana kecha ham aytdim, bittasi O'shdan, bittasi Andijondan, bittasi Xorazmdan sahrini 2 ga tushirib qo'ygan. Umuman ko'tarilmayapti. Asal yesa 4-5 ga chiqyapti.
hali bez sahr bo'ladiki, xuddi shunaqangi holatga keltirib qo'ygan. Aytaman, tushirib qo'ysa ham bir balo, tushmasa ham bir balo. Endi ularda sahrni ko'tarishga lishiniya qilib beryapman. Demoqchimanki, ichinglar. Ularda bitta xato ketgan. Nimaga bunaqa holatga tushgan? Chunki o'sha ichayotgan sahr dorisidan billachib yuravergan. Men juda ko'pchilikga aytaman, sahringizni o'lchab turing. Agarda och qoringa 4-5 ga tushadigan bo'lsa, bo'ldi, doridan chiqasiz. Agarda tushmaydigan bo'lsa, billachib turaverasiz deyapman-da. Birdaniga chiqib ketmaysiz deyapman. O'shaning uchun o'lchab turish kerak, sahr borlar ayniqsa. Mana 70% videomni ko'rgan bo'lsalaring, sahrdan tuzalgan insonlar. Mana kecha paytda bitta onaxonimiz kelgan ekanlar. Syomkaga uni kecha kirgizishmagan ekan, keyin aytdi, oxirida nima qilib gaplashib, suhbatni oldim. Undan tushmas ekan, uniki ham 20 kunda 6 ga tushib ketdi. Mashtar yig'lab gapiryapti. To'q qoringa o'shanda ham 6 ga tushgan azlarim. O'ylasizlarmi? Endi ixlos bo'lsin. Mana shu tomonlarga chidanglar. Kimdadir ko'ngil aynish holatlari, kimdadir ich ketish holatlari bo'ladi. Shunaqa paytda vahimaga tushmaymiz. Jicha holsizlanib qolsa, o'shani bir o'zimiz ham legrovkasini qilishimiz kerak. Endi mana odamning ichidan oqsillar chiqib ketadi. Mana u sizni yog'ingizni eritadi ko'p narsam. Oqsillar chiqqandan keyin lanjlash, quvvatsizlik holat bo'ladi. O'shana paytda 200 gram dumbani olib kelib, jizzasini qilib turib, o'shanga bir jigar bilan piyozni qovurib yeboring, bo'ldi. Sizdan quvvatli odam yo'qda. Ishtaham yo'qolib qoldi deyapti. Ishtahangiz yo'qolsa, aslo xafa bo'lmang. Bizning mahsulotlar ham oziq-ovqat mahsulotiga kiradi, ham o'sha ovqatlardan oladigan o'sha energiyangizni, vitaminlarni, minerallarni berib qadi, to'yintirib qadi organizmda. Quvvatsizlanib, ishtahangizni ochkez kelsa, ana magazinlarga kirsangiz kivi bor. Kivini olib kelib turib, bitta chiroyli qilib yevoring, ishtahangizni zo'r qilib ochadi, hazmingizni yaxshilab tashlaydi. Yo'qsa, ana oddiy o'zimizda rediska mana bozorlarda arzimagan chaqa turadi o'sha rediskalarda. Rediskadan ikkita uchta yeb oling, shuna ko'nglingizni ozdirib, ishtahangizni ochib yuboradi. Zo'r hazm qildirib oladigan narsa-da mana. To'g'risi mana shunaqa narsalarni ko'pchilik bilmaydi, ko'pchilik iste'mol qilmaydi. Mana ana shu karis, ruslarga qarasalaring, mana shu narsalar uzilmaydi o'shalarda. Ovqatlarda postoyanniy turadi. Bizni topganimiz piyoz bilan ana shu nimani, pomidorni qashaq turib bo'ldi, yevoraveramizcha tuzni sepib. Aslida mana shunaqa ko'katlarni ham iste'mol qilib turish kerak. Mana ukrop eng qonni suyultiruvchi zo'r narsa. Ash qornidan bo'layotganlar o'sha ukropni yesa mana bitta o'sirg'indan chiqarib yuboradi zaqirini. To'g'risida, eng zo'r narsa ukrop. O'sha ukropni urug'i ham kerak bo'lsa foyda. Mana Turkiyaga borsangiz, turkiylar bola chaqasi, bolachalarda bilasizlar, qorong'uroq bo'ladi. Ana shu ukropni choy qilib turib, bolasiga bir choy qoshiq ichirib qadi, bo'ldi. Bolaning qorni damligi yo'qolib ketaveradi. Mana qorni dam bo'lib yuradiganlar, o't ishlamaydiganlar o'shna paytda ukropni mana choy qilib damlab ichinglar. Urug'ini. Eng zo'r narsa-da mana. Yosh qari odamlarga ham. Mana davleniyani rast tushirolmayapsizmi? Birinchi yordam sizga mana uyingizda oshga soladigan zirangiz turibdi. Asha zirani mana bir osh qoshiqda shunday solib turib, bitta damlab turib, bitta ichingda bo'ldi. Davleniyani taqa-taq tushiradi. Zira. Mana shu narsalar endi tabobatda juda ham ko'p darmondorlar bor. Prosta biz o'shanga nima qilishimiz kerak? O'zimizga o'zimiz keraksa tabib bo'lishimiz kerak. Nima mumkin, nima mumkin emasligini bilib olishimiz kerak. Shunda siz zo'r yuraverasiz. Mumkin emas narsadan o'zingizni chetlab qo'yingda, sizdan sog'lom odam yo'q. Men doim aytaman, qoni suyuq inson hech qachon kasal bo'lmaydi, shuni bilib olinglar. Buni Ibn Sino ham aytgan. Qoni qo'yuq odam mana o'sha qoni qo'yilishiga birinchi o'rinda ich qotishlari ayniqsa, birinchi sabab shu. Ich qotgan odamning qoni yelin bo'lib ketadi. Kasalliklar kelib chiqaveradi ustimiz bosib. Shuning uchun iloji boricha qonni suyultirishga harakat qilinglar. O'sha xullas sahri borlar bilib oldilaringda, meva-chevalar yemay turamiz, choy suv ichmay turamiz. Shu qora bo'rimizni faqat o'zini ichamiz. Ovqatlarni yeb turaverasizlar. Nima yeyishlaringizni o'zingizlar bilasizlar endi mana ovqatlarni. Chiroyli qilib, uyda sharoit qilib, chiroyli ovqatlarni iste'mol qilib turaverasizlar. Sahri yo'qlar faqat shu achchiq sho'r, xamir ovqatlar yemaydi, bo'ldi. Meva-cheva yesalaring, pajolsa, mayli. Achchiq sho'r, shu xamir ovqat 3 ta narsa. Mana shu narsani iste'mol qilib tursalaring bo'ldi, menda dietada. Tushuntirib qo'ydim-a? Hali bir xilgilar tushunmasdan mana sahri yo'qlar ham meva-cheva ham yemabdi-da, iste'mol qilayotganda bizning mahsulotda. Demoqchimanki, tushunib olinglarki, shu faqat sahri borlarga shirinli mahsulotlar mumkin emas. Bizning mahsulot mana u qondagi shakarni yuvayotgan payt. O'sha qondagi shakarni yuvayotganiga sizlar xursand bo'linglar. Nimaga yuvyapti? Mana nimaga sahrlarda oyog'i kesiladi, azizlarim, bilasizlarmi? Birinchi o'rinda o'sha oyoqning panjalariga boradi, mana shakar to'planib. Ashaddan bundan qon yurmaydi. Shakar qotishni boshlaydi o'sha yerda. Keyin irishni boshlaydi, chirishni boshlaydi o'sha yerda. Keyin undan keyin kesib tashlayapti.
Bizniki kelyapsa o'sha mana shu panjalari qorayib yotgan odamlar kelyapti. O'shalarga beryapmiz. Mana shu tanadan shakarni yuvgan sari yana o'sha yerda qon yurishni boshlayapti, bijir-bijir qilib. Mana hali oyog'i og'riyotganlarga ham yana aytayapmiz, smalani belinglar deyapman. To'g'rimi? Chiroyli qilib tushuntiryapman. O'shuna qilib bo'ylanglar, qilinglar mana shu narsalarni. Tavsiyam bo'yicha ketaveringlar-da, kam bo'lmaysizlar. Men bu yerda kiringlar, aytinglar, Gogoda shunaqa ichim qotyapti, yo'qmasam xotiramga ham berdinglar. Endi ko'pchilikda mana xotira ham juda chataq ekan. Batta gapimni eshitib turib, yoqa borib turib, esdan chiqib ham qolyapti. O'shaning uchun xotiraga ham bor mahsulotlarimiz. Chiroyli qilib kelyapsiz, mana beramiz. Qur'onni 30 parasini ham yodlab olaverasiz. Xotirangizga. Yaxshi narsalar bor. Bo'ptimi? Yangiliklar ustida mana shu olib boryapmiz. Xudo xolsa mana qora bo'rini ham olib keldik, qizil bo'rini ham olib kelib qo'ydik. Qizil bo'rini ham kecha kuni mana tashladim, ko'rsatdim sizlarga. U ham zo'r narsa. O'sha qizil bo'rimiz ham mana ham sahrga, ham sistit kasalliklariga, o'sha prostata kasalliklari deymizmi, o'shalarga, machagonni, mana pochkada kreatin ko'tarilib ketganlarga juda ham foydali narsa. Ko'z zreniyasiga ham yaxshi. Mana kecha endi bitta sizlar yo'g'dilaring, kelishi bilan mana shuncha xalq turgansa hammasiga tarqatib yedirdik o'sha narsani. Olib kelgan narsamiz keldi. Demoqchimizki, biz yangiliklar ustida ish olib boraveramiz. Bitta bemorim shifo topib keldi desa, men yana ham ishimga bo'lgan muhabbatim oshaveradi. Bemorim shifo topmadi desa, men soviyman. Ishimni yig'ishtirib qolaman. Nima kerak bor? To'g'risi shifo topmadim degandan keyin nima kerak bor? Norozi qilib birovni pulini olib, undan topgan foydamni yeyishdi. Bunday o'ylab qarasalaring, bir o'zi foydaga ish qilgan yo'qmiz hozir. Faqat natijaga ishlayapmiz. Men bu yerda mana kelishyapti-da, o'g'lim yo'q bo'lsa, o'sha o'g'li yo'qlarnikini ham shunday bir kursini, shunday lichiniyasini ham qilib beryapman. Hech kimim yo'q, qarovim yo'q, boshqam yo'q deganlarga. Mana natija topib kelganlarga mana ko'ryapsizlar. Kecha mana 8 ta odamni olgan bo'lsam, 8 ta odamni ham bunday sovg'asini hisoblasangiz, har bittasiniki 2,5 milliondan bo'lgan qancha bo'ladi mana? Faqat 20 million bo'ladi. 20 milliondan narsani mana shunday kechib berib yuboryapman. Agarda pulni sevganimda mana shu narsani sovg'ani bermagan bo'lardim. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun zo'r bo'lib kelinglar, mana sovg'ani olib ketinglar. Bir-birimizdan faqat yaxshilik qolsin, azizlarim. Bo'ptimi? Bir-birimizni tushunaylik. Batdan keyin ketib olib turib, keyin mana undaqa qilyapti demanglar. O'sha Telegram gruppamiz bor, Telegramga ulanib olinglar. Mana shu Telegramda yangiliklarni, mana holatlarni tushuntirib, shifo topganlarni ham mana qo'yib boryapmiz. Ashlarni ko'ringlar. Shuni ko'rib ham qalbi ochilmayotganlar ham bor, qalbi ko'rlar. Shuning uchun ikkilanmanglar. Meni oldimga ikkilanib kelgan inson kirsa, to'g'risi men lechiniya qilib bermayman. Xafa bo'lish yo'q. Shunaqa holatlar bo'ladiki, oldimga kirib, mashinangizni olsam shifo toparmikinman desa bo'ldi. Siz meni kuzatib keling 1-2 oy, undan keyin sizga lechiniya qilib beraman, chiqarib yuboraman. Hech nima yozmayman, to'g'risi. Shunday chiqib ketaman, shu odam chiqib ketadi, keyin men lechiniya qilib beraman, chiqib ketaman. Xalqni o'zi chiqarib yuboryapti. Ashuna holatlarga uchramanglar, bo'ptimi? Kimdandir gapirmoqchi bo'lsalaring, kimgadir mana shifo topib itadan keyin meni tavsiya qilmoqchi bo'lsalaring, aytinglarki, avval uni borishdan oldin 1-2 oy kuzating deylar. Bir kun ko'rib kelib bo'lmasin. Sababi borib olgandan keyin ana kecha kun bitta ayol ham yozyapti bizga. Mana o'zi nima o'zi, mana u smalin nima? Mana u narsa sharbat nima? Mana u narsa qatdan kelgan? Mana u hali o'tni toshda tushiradigan narsa berganman. Tarkibi nima buni? Mana shunaqa qilib so'rab surishtiryapti. Sen buni surishtirguncha ich, tanendagi o'zgarishni bil. Ana undan keyin nimaligini bil. Men senga nima zahar beryapmanmi? Aytdimki, bordim, ekspertiza qildirdim, nimaligini senga aytib berardim. Meni vaqtim yo'q dedim. To'g'risida, mana shunaqa shubha gumon bilan chediganlar bor-da, endi chunki ularda ixlosi yo'q. Shayton vasvas qilyapti. Shuni sen bitta narsa bo'lasan, mana undaqa bo'lasan deb. Mana shunaqa holatlarga ushlashlaringni xohlamayman. Iste'mol qilinglar, bo'ldi, komil shifo toparinglar. Bu narsani kerak bo'lsa, agar yomon tomoni bo'lganda mana menga hali dushmanlik qilayotgan ancha-munchasi mana ko'rib turibsizlar, hozir ham ketyapti shular atakalar. O'shalarda o'zi kerak bo'lsa ekspertiza ham qildirib bo'lgan. Beta joydan buni topishmoqchi bo'lib, qidirib har narsani qilib ko'rishyapti. Shuning uchun ana, pajaliqda ixlos bo'lsa shifoni topasiz, niyat xolis bo'lgan bo'lsa shifo topasiz, bo'ldi. Xislatimizni ko'rib boraverasiz, Xudo xolasa. Qani ilohim, Parvardigor Allohim shu yerga mana shu bandalaring meni oldimga mana umid qilib, niyatlar qilib kelibdi, shu tabibga borsam shu yerdan dardimga shifo topaman deb. O'zingni yaratgan ne'matlaringdan shu yerga rizq nasibalarini yozib qo'ygan ekansan. Allohim, mana men sabablarini qilib beraman. Shunday shifolar berginki, shu ne'matlaring sabab jonidagi illatlari, jonidagi xastaliklardan xalos bo'lsin. To'rmunjalarini sog' qilgin. Ilohim oilasini baxtiga, farzandlarini baxtiga, sog' salomat qilgin. Bundan keyingi umrlari Allohim izning bilan dardsiz bo'lsin. Va oldimga Allohim yorug' yuzlar bilan Jahongir Mirzo men komil shifolar topdim deb kelsinlar. Robbana hatina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.
Xo'p, xudo xolasa ishni boshlaymiz. Chiroyli qilib 20 ta 20 tadan qo'yamiz. Odam sonimizcha ko'pligini hisobiga har bittalaringga 5 minutdan vaqt ajrataman. Bo'ptimi? Kirib, inshaalloh mana shularni chiroyli qilib olinglar, lecheniyani vaqtida nima qilinglar. Endi eng yomon narsa bilasizlar, kutish. Kutish eng dunyodagi eng yomon narsa. To'g'risi, mana yomon narsa nima masalan bu kutish. Har qanday odam ayta kutib mazasini qochishni xohlamayman. Shuning uchun gapimizni qisqaroq qilamiz. Ana qarindosh urug'larda yo'q odamni gapirmaymiz, faqat o'zimizga javob beramiz, bo'ldi. Ashi olib iste'molini qilishni boshlayverasizlar, xudo xolsa. Bo'ptimi azlarim? Faqat bitta narsani yana aytib qo'yay. Qaytarib olib kelish yo'q bizning mahsulotda. Chunki biz berdikmi, bo'ldi. Plombasi ochilgan narsani qaytarib olib kelmaylar. U dasturlarini ko'rsatadimi, boshqa qiladimi, o'ziga zarar bo'ladi. Chunki biz mana shu narsani mana oldindan ogohlantirib qo'yganmiz va hech kimni majburlagan yo'q, metga kel boshqa qil deb. Shuncha odam mana ichyapti, shifoni topyapti, bo'ldi. Ixlos qiling. O'sha aytib qo'ydim, ha, og'rig'ini, bezotagarchilikni holatlarda. Keyin mendan ancha-muncha dardlaringni yashirolmaysizlar. Shuning uchun ko'rishdingmi, gaplashdingmi? Bitta o'zingizdan yana ishonch qilish uchun so'rab olaman. Shuning uchun mana shunaqa bor deylar, bo'ldi, shunga qarab lecheniyani qilaylik, inshaalloh shifo topib kelavringlar. Juda ko'pchilik bitta mana shu dardini aytayapti-da, keyin ikkinchi oyga kelib turib, "A, shuni men aytmabman-da, qarang, shunga qilib bermabsiz-da" deyapti. Vaqtdan yutqizmaylik demoqchiman. Bo'ptimi azlarim? Ot bilan tuya bo'lib ketmaydi. Sizlar o'ylagandek qimmat narx bo'lib ketmaydi. Mana chiroyli qilib chegirmalargacha qilib beryapmiz. Bundan ortiq yana nima qilib beraylik? Xudo xolasa mana shifoni topib olinglar. Bo'ptimi? Salomat bo'linglar. Sizlar hammalaringni yaxshi ko'raman. Voy xudoyim, yomon charchyapmiz. Immunitetam tushib ketdi. Xo'p, azlarim, xudo xolsa mana bugun biz kunimizni boshlaymiz. Inshaalloh bizni kuzatishda davom ettirasizlar. Biz nima qilyapmiz? Mana shu tabiiy mahsulotlarni insonlarga beryapmiz. Yedirib, ichiryapmiz. Xudo o'zi bilan shifo topib kelishyapti. Faqat shu ixlos, niyat bo'lsin. Mana shu yerda mana chiroyli men niyat qilaman. Doim niyat qilamanki, mana duo qilamanki Allohga, qanaqa niyatda kelgan bo'lsangiz, o'sha niyatingizga yetaverasiz. Niyat poklab kelish kerak. Videomizga like ni bosib, kommentlarga chiroyli so'zlar yozib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.